Assalomu alaykum barchaga hurmatli xrizantema ishqibozlari. Bugun 27-aprel haftaning dushanba kuni 2026-yil holatiga biz mana bunday xrizantema ko'chatlarimizni Xorazmga jo'natyapmiz. Bitta korobkaga 100 tadan solinadi. 80 ta tepasiga 20 ta sanab sinmaydigan qilib taklab beramiz do'stlar. Hozir 1,5 mingta oq, 1,5 mingta sariq jo'natyapmiz do'stlar. Kimga mana shunday xrizantema kerak bo'lsa, cheklanmagan miqdorda qilib beramiz. Buni stakanlisi 1,5 ming so'mdan, stakansizi 1000 so'mdan rangini rang qilib, chiroyli qilib beraman. Stakansizi mana shunday bitta niholcha bo'ladi, 25-30 santimetrli. Shu ildizi bilan boradi. Kamroq oladigan odamlarga pochta orqali jo'natyapmiz, masalan 50 ta, 100 ta, nechta olsa ham. Ko'proq oladigan odamlarimiz ham bor. Ularga taksi orqali yo bo'lmasa katta mashinada jo'natyapmiz do'stlar. Do'stlar, hali xrizantemalarimiz stakanlisi bor ancha. Endi terishni boshladik. Mana shu agrovoloknani tagida ham tayyor bo'layotgan ko'chatlarimiz bor do'stlar. Ichidan yaxshi-yaxshisini, barra-barrasini olib solinyapti do'stlar. Shunaqa. Kimga kerak bo'lsa telefon nomerimizni yozdirib qoldirib ketaman. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.